Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan nanotexnologiya va biotexnologiya sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Tirik hujayralar ichida biologik kapsulalar yaratildi. Amerikalik olimlar tirik hujayralarning ichida ko'p qatlamli oqsil kristallarini hosil qilish imkonini beruvchi yangi biotexnologiyani ishlab chiqdi. Ushbu kristallar turli biologik moddalarni o'zida saqlab, ularni oldindan belgilangan ketma-ketlikda bosqichma-bosqich ajratib chiqaradi. Yangi texnologiya Halotech va Click Chemistry usullariga asoslanib, biologik faol molekulalarni kristallarning turli qatlamlariga joylashtirish imkonini beradi. Sinovlarda tizim o'sish omillarini ketma-ket chiqarib, hujayralardagi biologik jarayonlarni yuqori aniqlikda boshqarishga muvaffaq bo'ldi. Tadqiqotchilarning fikricha, mazkur ishlanma kelajakda maqsadli dori yetkazib berish, gen terapiyasi, to'qima muhandisligi va sintetik biologiya yo'nalishlarida yangi imkoniyatlarni yaratishi mumkin. Saratonning yashirin genlarini aniqlovchi yangi platforma ishga tushirildi. Olimlar CRISPR-Cas nomli yangi genetik platformani ishlab chiqdi. Mazkur texnologiya genlarning bir vaqtning o'zida faolsizlantirish va faollashtirish imkonini berib, saraton rivojlanishida ishtirok etuvchi ilgari noma'lum bo'lgan genlarni aniqlashga yordam beradi. Tadqiqot davomida olimlar minglab genlarni tahlil qilib, 90 ta saraton driver genini aniqladi. Ularning aksariyati ilgari saraton rivojlanishi bilan bog'lanmagan bo'lib, yangi platforma ushbu genlarning o'sma shakllaridagi rolini ochib beradi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, CRISPR-Cas kelajakda saratonning genetik mexanizmlarini chuqurroq o'rganish, yangi dori nishonlarini topish va shaxsiylashtirilgan davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Gen tahrirlash texnologiyasi yanada arzon va qulay bo'lishi mumkin. Olimlar CRISPR gen tahrirlash tizimining yangi turini ishlab chiqdi. Unda odatda qo'llanilgan RNK o'rniga DNK yo'riqchi molekulalardan foydalandi. Ushbu yondashuv tizimni yanada barqaror, sodda va arzonroq qilish imkonini beradi. Tadqiqotchilar natijalariga ko'ra, yangi texnologiya hujayralarda RNK molekulalarni yuqori aniqlikda aniqlash va boshqarishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa kasalliklarni erta tashxislash, gen terapiyasi va yangi davolash usullarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Tadqiqotchilar yangi CRISPR tizimi molekulyar diagnostika xarajatlarini kamaytirish va gen tahrirlash texnologiyalarini tibbiyotda yanada keng qo'llanishga xizmat qilishini ta'kidlamoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.